Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulbahora, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi onajonim? Yo'q. Ayni vaqtda Toshkentdan tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib, xonadoningizga mehmon bo'lib turibman. Onajonim, bugungi shukronalik tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Gulbahora, sizga tug'ilgan kuningizga chiroyli bir dimnomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriklarni kim yo'llagan bo'lishlari mumkin siz uchun? Shavlat o'g'lim kerak. Yana kimdan kutasiz? Yana Shoir opam bor. Yana Akbar o'g'lim bor. Qizlarim bo'lishi mumkin. Mayli, unda qiynamagan holda sizga ushbu omonat tabriklarni o'qib eshitiraman va so'zimiz oxirida qaysi bir yaqin insoningizdan ekanligini bilib olasiz, maylimi? Mayli, rahmat. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Bu dunyodagi jannatim-u boyligim bo'lgan mehribon onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Onajonim, siz hayotimdagi eng aziz va qadrli insonimsiz. Menga bergan tarbiyangiz va mehringiz va duolaringiz uchun har doim minnatdorman. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Yuragingizdan hech qachon xotirjamlik, yuzingizdan esa tabassum arimasin. Biz farzandlaringiz hamda nabiralaringizni baxti kamolini ko'rib, doimo shodlikda yashang. Onajonim, siz bor ekansiz, uyimiz fayzli, hayotimiz mazmunli. Har bir qilgan duoyingiz, aytgan yaxshi so'zingiz biz uchun katta kuch va tayanchdir. Yana bir bora bugungi xayrli yoshingiz muborak bo'lsin. Barcha ezgu niyatlaringiz ushalsin. Baxt va omad doimo hamrohingiz bo'lsin sizni. Onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman va boringiz uchun Allohga shukrlar aytaman. Sizga 1000 yil xizmat qilsam ham, haqqi bitta allangizdan kam, o'zim guvoh, o'zimman hakam. Ona, sizdan qarzim ko'p ekan. Poyingizda maysaman yo'lman, mehringizdan yaralgan ko'lman, bo'lmasangiz sahroman cho'lman. Ona, sizdan qarzim ko'p ekan deya ayni damda bu iliq so'zlar ila tabriklayotgan qadrli insoningiz, jannat kalitingiz, qaro ko'zlaringiz Maftunaxon hamda Kamoliddin va Marjonalar tabriklab qutlamoqdalar. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Onajon, sizning ham farzandlaringizga aytadigan chiroyli duolaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Shu bolalar rohatini ko'rsin, salomat yursin, hamisha omadlarini bersin, baxtlarini bersin. Ilohim. Hamisha sog' salomat yursin, baxtimga omon bo'lsin. Ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' salomat yuring, sizlar sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Omadingiz bersin hamisha. Rahmat, minnatdorman chiroyli tilaklaringiz uchun. Onajonim, bugungi ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hamisha farzandlaringizga bosh bo'lib, uyingizni to'rida, farzandlaringizni qadr-qimmatida, chiroyli mehr ardog'ida qadrlanib, uzoq yillar chiroyli hayot kechirishlik sizga nasib aylasin. Rahmat sizga. Rahmat, salomat bo'ling onajon. Kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonat. Rahmat, sog' bo'ling sizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xushsabonim. Munisa Allo, assalomu alaykum.